Agar o'rmonda neftga o'xshash modda topsangiz, qayerdan topganingizni hech kimga aytmang. Avvalo bu haqiqatdan neftmi? Shuni tekshirib ko'ring. Keyin esa vaqtni boy bermay, ehtiyotkorlik bilan harakat qiling. Himoya plyonkasini oling, kamida 10 ta bo'sh bochka tayyorlang. Ularni shovqinsiz to'ldirib sekin yoping. Shundan keyin neft kompaniyasiga murojaat qiling. Ko'pchilik neft topish darrov boyib ketish deb o'ylaydi, lekin bu har doim ham shunday emas. Bir yigit buni sinab ko'rgan. U ozgina neftni qayta ishlash zavodiga olib borgan. Tekshiruvlardan so'ng uni atigi $55 sotib olishgan. Agar u bu kimga sotmoqchi bo'lganda, balki $1 ham olishmasdi. Xo'p, bu haqiqatdan neft ekanligini qanday bilib olsa bo'ladi? Uni qo'lingiz bilan his qilib ko'ring. Haqiqiy neft silliq va zich bo'ladi. Ishqalaganda yopishqoq qarshilik seziladi. Agar u oson parchalanib ketsa, bu neft emas. Agar siz neftga boy hududda yashasangiz, topilmani saqlab qo'ying yoki xavfsiz joyga olib boring. Oldindan nima bo'lishini hech kim bilmaydi. Ha, aytgancha, siz topgan qattiq modda neft bo'lmasligi ham mumkin. Bu xona haroratida deyarli qattiq bo'ladigan bunker yoqilg'isi bo'lishi ehtimoli katta. U qatrondek ko'rinadi, arzon turadi va kemalarning uzoq masofaga suzishiga yordam beradi. Shuning uchun agar neftga o'xshash narsa topsangiz, uni darhol sotishga shoshilmang. Avval nima topganingizni aniq bilib oling, ishonch hosil qilib, keyin harakat qiling. Video yoqqan bo'lsa, maslahat beraman, bizga obuna bo'ling, chunki ma'lumotlar odatiy emas.